shunaqa uydan so'rasangizmi, har oy $1000 naqd pul sizga kelib turadi. Arendaga berib qo'ysangiz ham. Bu kvartiramiz hozir sotuvga chiqqan. Полный arzonga beraman. Bu kuxnyasi, rangi eng yaxshi ko'rgan rangim suv yashil. Tovuq emas, o'lcham emas, juda ham приятный rang. Kuxnyasini ko'ryapsiz, hamma jihozlar bilan ta'mirlangan. Bu yerda ovqatlanadigan joyi. Bu kirish eshigi. Alohida e'tibor qilishingizni so'ragan bo'lardim. Domofon eshik, elektronli ochiladi, yopiladi. Eshigimizdan shunaqa kattalar yotoqxonasiga guvoh bo'lyapsiz. Spalnya, mebel, televizor, hamma narsa qo'yilgan. Bu yerda esa sanuzullarimiz mavjud. Kirish eshigining yonginasida ham shunaqa shkafimiz mavjud. Bemalol kiyimlaringizni qo'yishga. Xonamiz, bolalar xonasi, ikkita spalnya qo'yilgan. Hamma xonalarda deraza mavjud. Derazalar ham katta-katta. Tashqariga qaragan. Bu uyimiz Sagdiana masjidining yonginasida. Detskiy xonamizda ham shkaflar bor. Mehmonxonamizda qarang. Shunaqangi bogati qilib remont qilingan, mebellar ham juda ham sifatli, yumshoqqina. Televizor qo'yilgan. Bu yerda ham shkaflarimiz mavjud. Juda ham lyustralarga alohida e'tibor qilishingizni so'ragan bo'lardi. Juda ham chiroyli lyustralar, konditsionerlar qo'yilgan. Bu esa xonadonimizning 4-xonasi. Bu yerga spalnya qo'yib, mehmonxona qilishingiz mumkin. Yoki bolalar o'yingohi, o'ynaydigan xona. Esa xonadonimizning ofis sanuzeli. Kirayotgan mashinalar ham qo'yilgan, juda ham chiroyli. Eng qizig'i, bu xonadonimizni siz ipotekaga ham olishingiz mumkin. 96 kvadrat bo'lgan bu xonadonimizning narxi 125 ming AQSh dollari deb baholangan. Bu narxga arzidimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring.